Tabiiy, yaxna choy Lipton Malina. Lipton yaxna choyi hamma narsani o'zgartiradi. Boshqa mahallani bolalari kelmasin deb tushunadingiz? Yo'q, men unaqa demayapman. Men javob bermayman. Mani gapim tugadi, mang. Glavniy rasmni qarang. Kinoni ko'rganmisan? Alavuddinni ko'rganmisan? Mashkino tavsiya qiling. Ha, o'sha diktator degan kinoda nima bo'lardi? Ismi Alavuddin emasmidi? Nima bo'lardi? Asaqida Ali nimaduramidi? Ha, xullas, diktator degan komediya kino bor ekanlar. Ko'rmagan bo'lsanglar, mana bugungi kinoga tema topdilar bir glavniy giroylar ekan. Ya ko'ringlar, rostlamadi. Если что, kino 18+ deganlar. 18 dan yoshinglar past bo'lsa yoki 18 yoki 28 bo'lsa ham ehtiyot bo'lib ko'ringlar. Uyda ko'rmanglar. Endi lekin yo komediya kino borda shunaqa joylar endi hozir endi. Ha. Bugun qanaqa kun ekan? Fazilni ko'rchi, men akalar kasal bo'lsam, lekin men shu zo'r davolarga. Bu anaqa ishga. Nima turib faqat qo'yib yuborma deydi. Tur faqat qo'yib yuborma. Bugun juda zo'r kun ekan. Juda zo'r. Bugun 2026-yil 6-iyun butun jahon zarar kunlariga qarshi kurashish kuni. Demak, elitga qarshi kurashamiz bugun. Elit o'zi yo'q mana. Ha, qarshi kurash. zarar kunlarga qarshi. Da, bitta zarar kunlarni oramiz yo'q mana. Xursand bo'lsanglar bo'ladi akalar. To'xtanglar, birotta ID'larni ham olib men 100 servisga tashay. 3850 UC biratga shu 2 yildan beri mana shu keysdan yiqqanlar uchun bonus sifatida beraylik. Va lekin juda birat anaqa emas, birat akkauntlarini men ko'rdim. 74 kallisi 60 nechtadir anaqalari kuchaytiradigan, 60 bitta kuchaytiradigan, o'sha 5 ta X suite, 234 ta mifik, 5 ta ultimate, manikidan kuchli ekan akkauntlar. Hayotimda 3 ta dona mifik bo'lgan, unda ham 12 sezon AirPod olganman. UC menimcha umuman tashlasham shart emas ekan. Ha, UC tushdi. Tezlikni ko'rdinglar. Faktiski mana. Hech qanday bir bahona yo'q bunda akalar. Hech qanday mana tezlikni ko'rdinglar. Ishda sizlarga ham shunaqa tezkor va ishonchli UC kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta kuchukcha 31 dan xarid qilishingiz mumkin. 24 ga yetadi billasizlarning xizmatinglarda. Agar bu voqeaga lednik tushmasa, если что ledniklar tushmasa, birat qarang, hozirda aytyapman, video hali mana keysiz turibdi, hali ochmaganman. Ko'rsating. Ko'rsatib gapiring isbot bilan. So'z isboti bilan. Mingta keyslar hali turibdi. Agar ledniklar tushmasa, biz Arenda kanaliga o'tib, lednik full akkauntlarda masa qilib ochamiz, bo'ldi. Ko'p gapirib yubordik. Hazil-huzul hammasi bo'ldi, seriozli bo'l. Ha, jigarlar, taktika bilan ochamiz. Xudo xol tushsin, iloyim tushsin. Oxirgi kunlarda shu podpischilarining akkauntida juda ham bir omadsizman. Negadir men omadsizroq bo'lyapman, lekin bir duo olish vaqti keldi. Uydagilarni bir duosini olib kelsam yaxshi bo'lib ketadi turibdi. Mana Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Akalar, men ishonaman. Men bittani ochay ozgina, men ikkisi to'ligicha berdim u. Ay. Orqadan nimadir kelibdi. Al gapiratdani. Kim? Tili chiqmadimi? Avogadro. Ya, Avogadro shetdami deysiz? Qo'ydan beri itti gapiratdi. Mana Yusufxon bilan vazir oldida qattiqroq gapiring, eshitilmaydi. Ha. Qadar o'ynab o'tiribsizmi? Bu narsa. Bilmiyorum. Kayıp o'tiribdanmiz ozgina. 8+ nimaga? Yaxshi, Aruja. Nima deb o'ylaysizlar? Tusharmiki? Mana shu yerda mana oranglarda spor o'ynaydiganlar 2 ta garant to'lguncha lednik tushsa, kimni sochini kalga olamiz? Yusufxonni Ha. Shu doim kelib Fazanim. Bu filmda qashasini ko'rsatamiz. Ko'rgan qanday? Ko'rib zerikdi odamlar. Mana shu videoni qo'yib yuboradi, Bo'pti, kim sochini olsa to'xtaylar. Mana Sani? Yana menmi? Sani ham kal holatini ko'rdingda. Avogadroni sochi uzun. Avogadroni sochini kalga olish kerak bir. Meni ham kal holatini ko'rishgan, default bo'lib qolgan. Avogadroni ko'rishmagan lekin. Sochini o'qis yo'q qoladi.
negadir uni. Mayli, hayolimga har xil narsalar kelyapti. Yangi kesilgan ya. Ey, plus. Avogadroni sochida bir kesilgan. Hech qachon ko'rgan. Avogadroni kal holatida bir sun'iy intellektga yozib ko'rib. Yoniga biror narsani qo'yib. Birdan ungacha baho berib ko'ringlar. Akalar, bugun kayfiyatimiz yaxshi. Sizlar kayfiyatinglar. Bularni hammachi kulaveradi. U bu demanglar akalar, chunki biz yaxshi kayfiyatda yaxshi kayfiyatda edik. Video olishga qaror qildik. Bitta akkauntda 2 kun oldin biz bitta lednik kes ochuvdik, lednik tushmagan edi. Ochiqcha u video chiqadimi yo'qmi bilmaymiz, chunki o'zi videoni ana harorati voy tushdi deb o'yladi. 3-4 ta video podrяд oldik, zapas video olishimiz kerak. Shuning uchun past bo'lib ketganiga o'zi ikkilanib, shunaqa qilib zerikarli bo'lib ochdik. Shuning uchun boshqa bitta case ochaylik, boshqa akkaunt ochaylik dedik. Bu videoda lednik tushsa ham tushmasa ham chiqadi. Chunki mana boshidan harorat yaxshi, harorat tushunyapsizmi? Kayfiyat yaxshi. Chunki strom bor. Chunki shamollaganman. Ya jigarlar, Instagramdan meni hozir bu video chiqqan kuni meni Yo'q, men taktika qilyapman. Ozgina ochay bittalik, ishi bor-da. Yo, nimaga bilasanmi? Mana oxirgi 3 ta akkauntda lednik tushirgan bo'lsam, hammasida bittalikda tushirdim. Lazzakanikida ham bittalikda tushdi, misol uchun unda oldingi akkauntda ham bittalikda tushdi. Endi bu akalar sabr qilish kerak-da, lednik kerak emas, sabr degani. Bu degani sabrdagi sariq oltin yoki oq lednik. Ha, gapir. Gapir Fayzulla. Uchta u. Uchta u. Ya, men bu qilishingizdagi bir 10 akkauntdan tushira olmaysiz. Bo'ldi, mana hop, men propusк bilan qolganini ham bosaman. 6 plus berdi, yaxshi mana buni. 1 kolleksiya ochtiramiz ham deyman. 2 Yaxshi. 75 bo'lar ekan kolleksiya. Ana, bo'ldi. Garantiyamizni to'ldirdik, akalar, va 8 tadan ozgina oshiqroq keysimiz qoldi, lekin tusharmikin degan savol meni hamon qiynayapti. Garantiya sistemasi qanaqa ishlaydi aka? Tushdi. Voy. Bilmayman, garantiya sistema o'zi legendarniy tushish ehtimoli juda balandda, lekin lednik yeminni o'zi bilishadi va oddiy pajarniyni nima qilishdi? PUBG biladi-da, qaysidir narsani foizini pasaytirib qo'yishni biladi. O'zini anaqalari, qanaqadir o'sha. O'zini qo'lida-da, xullas. Qaysidir akkauntga nechtadir ochganda tushadi, qaysidir akkauntga bitta ochganda tushadi. Tushunmaydi, random. Ikkita narsa tushdi menimcha-da. Yaxshi, go'zal. Bizga lekin lednik bir bersa, bir xursand bo'lsak, bir akani ham xursand qilsak, anchadan bir kutyaptilar biratimiz. Yusufxon jim o'tir, keyin ta'tilda ko'rib o'tirman degan pul to'lab kirgansan, qisib o'tir. Qismiy so'mmi? Aytmaydi. Dachani ko'rdinglarmi? Kimga yoqdi? Yo, yaxshi-ku, men to'lagan pulimga roziman, masalan. 30 ming to'lab endi bilmayman, noshuvchilik qilsa. 30 ming so'mlik kino bo'libdi. 30 mingdan skidga olganlik 100% beraman, ultra 30 ming. Ya, skidga da. O'zini narxida oldim men. Yoki kimdir akkauntga kirib ko'rgan. Ya, mana bunday olay, men bu kinoni o'zi hype ana qilib Instagramda boshqalarga qo'yishlardan oldin men bunaqa kino olinayotgan paytda bilganman-da. Bu men shu o'qib yurgan paytimda olishgan. Faza Murod akani qo'lida o'qib yurgan paytimda boshlangan buni anaqasi, ssenariylari, tam ana podgotovkalari. Shuning uchun men bu kinoni sizlar 1 yil kutgan bo'lsangiz, men 2 yil kutganman. Tushunyapsizlarmi? Kutmadim. Ya, men kutganman-da, chunki endi Murod aka ana u tanish, bu glavniy yeri mana ustozim aktyorskiyda mana bunaqa syujetli kino olyapti deb o'shandan bizga gapirib, ana qilib keling-a. Men kutgan narsani Murod aka bergan kinoda. To'g'risi gap. Endi ochiqchasiga aytish kerak. Mamlakat deganlar leading tushirdim, o'ylayman gapirib. Ha. Ya, mana glavniy yeri qanaqa o'ynagan, ko'rgan bo'lsanglar gapiringlar mana. Zo'r gap yo'q, reklamada ko'rdim, zo'r o'ynayapti. It. Narezkalada. Ya, sen kinoni o'zini ko'r, kulminatsiyani shundoq Murod aka bor-ku, titratib bergan.
Lekin boshqa odam bilan o'ynab bera olmasdi deb o'ylayman men shaxsan. Men ustozim boshqa bo'lgan uchun men boshqa aktyorlarni ko'ryapmiz-da, chunki boshqa aktyorlarni ham kinolarda ko'ryapmiz, lekin mana shunaqa sahnani mana shu bola chiqarib berdi-da. Tushunyapsizlarmi? Zinadan yiqilishni bilolmayapti-yu boshqalar bilan. Avogadro siz ko'rdingiz mana, gapiring o'sha kulminatsiyani kadriga. Ko'rmadi. Kecha Ha, qalay mana tafsilotlar. Shu Murod Nasimov bo'lmaganida kinoda ko'rmagan bo'lardi. Ana. Akalar, dacha haqida gaplashamiz. Bu ITVda 30 ming so'm. Endi ba'zilar hate qilyapti, ba'zilar yaxshi deyapti. Bu aslida bu yaxshilikdan dalolat. Chunki hamma yaxshi degan kino ham yaxshi bo'lmaydi, hamma yomon degan kino ham yaxshi bo'lmaydi. O'rtasi bo'lsa, o'zi mana shu tortishuvli kino har doim zo'r bo'ladi. Masalan, ba'zi birlar ma'no qidiryatuvdim, men ma'no kutgandim deydi. Ma'no kutsang, farzni ko'r. Farzda ma'noli kino. Ma'no kutsang. Biz qancha kino tavsiya qilamiz? Masalan, Seven'da ma'no bormi, misol uchun? Biz tavsiya Seven degan kino bor-ku, anaqa Brad Pitt o'ynagan Seven. Bormidi misol uchun ma'no? Yo'q. Formula 1 yaqinda ko'rdik. Ma'no bormi? Yo'q. Prosta 3 soat maza qilib ko'rasan, ekran oldida seni ushlab turadi, lekin qanaqadir wow, ma'noli degan narsa yo'q. O'zi kinoni ko'pida ma'no tiqishmaydi-da. Ma'noli kinolar ham bor. Ya endi ana ularga o'zim shaxsiy hammani subyektiv fikri bor-ku. Men ham shuni bildirishga haqqim bormi yo'qmi men? Men gapirmayman men. Hamma Jasur akamni anaqa bildirdi. Hamma kino kritik bo'lib ketdi bizda deb. Videoni previewsiga ideya keldi-da aka. Ha. Ano, Dachani ko'ramiz deb. Odamning yuziga sizni yuzingiz qo'yib qo'liga ledni ushladi. Ana mufla ideya. Nima edi? Xiyonat kechirilmaydi deb yozib qo'yamiz. Mahkasi shuni ultra qop-qora basharada turibdi. Men qora emas, hozir qizil. Qara qizlarga yetib shamollaganman aka. Va lednik tushirmayapmiz bu yerda 500 ta kes qoldi. Ha, hingir qilib bor-ku. Taktika berlaring. Endi 30 ming sarf qilib qo'ydim, to'xta, qolganlar ham tushsin. Xarajat qilib qo'ydik, Kelinglar deydi-ku. Yotavermanglar. Turinglar uyqudan turinglar. Qara aka. İşte. Acım yapmaz. Şemalili. Azgin. Chekkadan kirgan odam bizni hammamizni tanimaydigan odam, biz qanaqa gaplashishimizni bilmaydigan odam bilan g'irt bachka degan deb o'ylaydi-da. Bachkana bo'lasizlarmi? Qara, to'xtang, zarar kunlarni kelib qoldi. Shu. Ha, gapir. O'chirsin. Ha, ikkita qara, ikkita proskuni 10 tali oching. Hop. 1 2 ha. Paraskop tashing-da. Aha. Paraskop tashing. Aha. Bittalidan 10 ta oching, bittasini hammasi propiska oching. Men bittalidan 10 ta oching, ne propiska oching. Hozir propiska nima yo'qdi? Mana propiska 10 ta. 2 3 4 5 6 rahmat 30 ta keysga zarar yetadi rahmat. Şuna qarang. Ishingizga keyin zo'r qilib berdi. Dur. 50 ta bittali best propiska oching. Hozir qo'lni ochib qo'ydilar o'zini oldi. Bor Rastin o'yna. Avogadro'ni olib ketasiz bilan. To'xtanglar, taktika. Vektorni chaqirmasak bo'lmaydi cho'ta bu yoqqa. Vektor taktika qilamiz akalar. Muflani chaqirsa ham tushmaydi bu yoqqa. Muflani vektor qilib keltirib qo'y. Orqa fonga qo'yib qo'yamiz. Senor lassinalar bilan zo'r o'tiradi. Lassinalar bilan. O'ylaman qo'yib. Ko'zini och buni. Ko'zi ochiq Havasin Vektor keladi, bo'lsin. isqo'zni kiyolmaysan. Ben shu har bitta fantaziyalarimizni sun'iy intellektni ekranga bunday ozgina chiqarsak bor-ku. Auditoriyamiz ham shu bo'lib ketardi-da. Videoni boshida 18 plus qo'yib to'g'ri keladi. Da. Diskleymer. Strike yerdik. 3 ta bitali, 3 ta 10 talikni propus bilan ochmoqchiman hammasini. 1 2 3 ip 10 talikni ham propus bilan mana 1 2 3. Bu bermadimi? Demak. Ha, taktikali bo'lsa aytinglarchi, men bitta ochgunimcha ha. Rahmat taktika uchun. Ha. Ano aka laboratoriyadan kirib bunday o'tingmi yashikka? Laboratoriyadan kirib bo'lmas ekan. Men kechagina o'shani sinab ko'rdim, lekin men bittadan kirsa bo'ladi, shopdan kirsa bo'lardi. Biz oldin shopdan kirib ochib ko'rardik. Shunaqa taktikamiz bor. Nima? Qayerga ketdik? Qayerdan keldingiz?
Ha, mana bittan kirsa bo'lar ekan. Nima? Yo'q, Da. nima yo'q. Yo'q, deydi. Mana kelik, qani ochaylikchi. Uma drop yerga tekkanda propus bosamiz. Bum. Ya, akana lekin bermasa bilmadim, juda ham bir hozir letni kesib qala ochmay turish tavsiya qilaman. Chunki ikkinchi akkauntda bermagan bo'ladi-da. Ishga yaqin berasiz. 8 pul berdim. Ya o'zi shunaqa joylari bor, qanaqadir vaqtlari bor, 2000 ta ochsang ham bermay qoladi-da. Bundan oldingi anaqada lekin 1400 ta kes ochdik, 1400 ta tushira olmadik. Lekin u videoda ham bilmadim, bu videoni chiqarmaymiz juda katta ehtimol bilan, lekin anaqa qiluvdik-da, editsam bor. Hamma taktikani qildik-da, hamma butun dunyodagi taktikalarni qildik. Ortalab ketdi, lednik kes. Na, вообще-то bunda sal berishiga ishonyaptdim-ku, cho'ta. Ha, akalar. Umuman lednik open kes qilmaymizmi deymanda. Va balki oxirroqda berar, oxirroqda berishi mumkin. Lazzakaga ham 2 marta berdi, boshda oxirida. Hech qanday o'charsan. Menga bog'liq narsa bo'lsa edi, akalar tushirib berardim. Hop tushsa ma'zurman-da. Tushmay qolsa omadsiz akkaunt ekan. Menga balanay beraveramisam. Vaqti dizo kecha har bitta akkaunt lednik tushira olmadi. Qani lednik? Mana hozir mana shunisiga tushiramiz. Bizga. Turib, 100 qo'l yumshoq qancha o'tirmasdan ozgina. Yo, men hadi chatda o'qidim-u 100 qo'l yumshirasiz ham turib o'tirdim. Ha, befayz. Iflos. Sen bir soat oldin qatga keldik? Qatdan kelib qoldik? Qatga keldik? Nega keldik? Hey, lednik ver bitta, ey. PUBG bitta dona lednik tekin men shu. Ey, to'xta seni. Bitta ko'ring, bitta ko'ring. Nimani? Tepada garantiya yangilanardi tushgan. Bambi yangilanib qoladi. Ha, bagadir. 63 sima. 50 ming so'm, ha. Bitta. Lednik sizga qaragan paytda oching, eski taktika. Ha, oldingi taktikamiz bor edi. Qani, lednikka bosamiz, propus bosamiz. Istamanga bir. Ya men qarab turing, uzr. Ishing oldanmi? Bunday kallarni chiqartiraman dedi. 1 minut menga telefon kelyapti. Ya, sartarosh aytib qo'ydim. Men xayolimda to'g'rida 3 ga aytgan ekanman-da, 3:00 telefon qilib. Hop! Davom etamiz. Yaxshi aeroportga to'g'rida borardik, nima? Ya, bir marta bo'lganda Toshkentga uchadigan paytimda-chi, soat 4:20 da reys bo'lganda, 4:20 da uchish bo'lganda, men to'rlik yetib borsam bo'ldi-ku deb o'tirgan. Xayolimdan registratsiya to'r. Kutib o'tirishganmi keyin? Bitta men qo'ygan. Shuna men realni shuna samolyotga chiqqanman, eshiklar yopishgan. O'zbekiston ichi bo'lgani uchun kutishgan. Agar chetga bo'lganda kutib o'tirishmasdi, ketib olishardi. 5 minut kech qolganman. Manganda kutarkan, shunisiga respekt. Endi sizlar kelgan samolyotdagi odamlarga ham bog'liqda. Biza. Undan chali lotchika ham kutishmasdi-da. O'zing olib ketishadi. O'zimni ketaveradi. Fazaga qarab, Faza nega bizni qora ochkimiz yo'q? Omadingmi? Ultra sochingizni oldirasizmi? Yo'q, soqolim oldiraman. So'kda. Sochingiz yo'q o'zi. Hozircha. Ana, o'zbek multfilmlarda ko'radi-ku. Angraydi deydi. Angraydi. Deyamiz. Seni bir xursand qiladi o'zimda deyamiz. Akalar lednik cho'ta, quloq o'shab, cho'ta Turkiyaga qarab ketdim deymanda. Hozir lednik tushishda umidvoraman, просто gaplarimizni eshitib o'tirib mazza. OPK akalar video o'zi nimaga ko'rasizlar? Mana shuda gaplar bilan qiziq, qani kayfiyat ko'tarish uchun-da. Lednik tushsa, mana shu akkaunt egasi xursand bo'ladi, xolos-da. Hozir bizga oxlab turaylik o'zimizni. Sizlarga nima pulisi bor deb aytasiz? Endi bahona gapiramiz biz ancha yig'lamiz. Chekkadan qarab turgan odam aytadi-da, tushgandan keyin bir ustini yopib qo'yinglar. Harakat qilib. Maksimal harakat qiling. Toshkentga kelgunicha ultra ustamlik olib keladi-yu. Yerni bir joyga tursa. Elit mana addushi stream qildi kecha. Rastdan bo'shab. Anaqam 1 yillik qilib qo'ydimi? Bittadan qilib qo'ydi. Bir limitda o'tkazib qo'ydi. Ya'ni kolleksiya ham to'lmayapti. O'zingizga oling, necha pullik kolleksiya?
Ya nima qilsa berarkin-da, nima qilsa berarkin. Mana shu bir fishkasi bo'lsa aytinglar kommentariyada odamlarga lednik chiqaraylik bir. Bo'lsa men aytaman, men bilasizlar. Bagini topsam reski chiqib, mana bunaqa bag bor. Foydalaringlar, olinglar, qolinglar deyman-da, misol uchun. Topolmayapmiz biz. Qancha vaqtdan beri baglarni PUBG kurashyapti baglarga qarshi, ha? Gapir. Bilasizda, lednik yonida akam turibdi. Lednik akam. O'shani qo'lga ushlatib ochasiz. Mana shu elik taktikasi tushdi, men ovaraman, hozir olaman sochimman, mabodo. Ha, endi oching. Bundoq qilib Shunday oching. Bo'ldi mana 3 ta o'ntalik. Bo'lsa, mabodoga o'sha gap lekin srazi. Kalga olasanmi? Srazi. Ben elikka Bo'ldi. Mana shu videoga tiqoramiz kalga olishing agar. 3 tada tushsin. Hozir Mana shu videoda ichiga tiqamiz hozir. Mana shu 3 kunda olib jo'natib olasan video. Olib darsga yig'ib sochiydi. Oxirgi imkoniyating duo qilib tur. Bunday ham tushmasa tushib qolsam hozir. Hey. Discorddan chiqar. Tushdi! Tushdi, Voy. Ema, Vitaliy ozgina ochichi. Men seriyadan kechib qolish mumkin ekan. Nima bilasizlar, qo'varaymi? Hazırlaştırma, prank qildim. Qarab turinglar akalar, men har doim nishonlaydiganda anaqamni qilaman. Men bundoq turaman. Bosilmay qoldi. Ya nishonlayman. Mana shu yerda turib nishonlayman. Tushadi lednik. Ishoninglar menga. Orqa uchastkasiz ham tushmaydi. Ana, hozir o'zodan turib baqirsalar, tualetda baqirayotganga o'xshaganlar. Ha, eshitilyapti. Eshitmaydigan gapirib, shunday o'tiradi ekan. Ha, navshti restoran deydi, o'zim. Ikkita o'ntalik mana. Bam! Ikkinchisi keldi mana lednik. Bo'pti, uchinchisi. Uchinchisi keldi mana. Yo'q, keldi mana. Lekin bilmadim. Tushmasa agar nima qilamiz bilasizlar? Avuk ochamiz. Yisi borku avuk ochamiz. Yo. O'g'lim, endi nima qilamiz? Endi bola qochamiz. Qochamiz endi deydi. Rostdan qochamiz lekin. Ya endi o'ylab qarasa, biratda 416 kilchatli arojalar bor ekan hamda. Ya, siz bunaqa nayob qilmang hozir. Pochkaga tiqilib qoldi. Abdulaziz aka bu gap anonga o'xshatdi. 10 yil harakat qilib mashina olding, telefon qavib uni dushmanga otyapti. Dushmanga otyapti. Voy balla. Tutini qo'yib qo'yadi. Bunday bor hayotda mana shu Instagram, TikTok memlarda bor. Bu bratam mintani hazırlagan ektamili. O'shada. Aka, lekin nomiga Xaroy ichi seriskiga yozganlar aka, menikini qachon ochamiz? Keyingi oy, menikini qachon ochamiz? Keyingi oy. 1 yildan beri keyingi oy deb mana oxiri keldik. Mana aka, mana shu kunni siz 1 yil kutdingiz. Kengiz aka qachon ochmaysiz meniki. Keyin bitta bo'lishi bilan ochiladi. Ikkita yig'ilib qolmaydi hamda o'sha akkauntlar. Siz bitta ustini ko'rman. Ya berdi mana shu oxirgi 30 tada ishonaman men. Bermaydi. Beradi. Bersa kalga olasan. Soladi. Bermasa. Bermaydi aka. Bermasa. Boshqasidan so'ra beradi. Qarab turinglar beradi. Men ishondim. Oxirgisida tushadi-da, mana oxirgi o'ntalikda tushadi. Bunda ham 3 plyus nega beradi? Bilis xorim borda. Unchalik odam qilgan ishni odam qiladi andishi. Siqilmang. Yuraverib tursa bo'ladi. Yuraverib tursa. Men sizga yaxshi variant berdim-ku aka. 90 ta akkaunt bor. Arendaga olib maza qilib o'ynayvering, nima qilasizlar? Xohlasangiz shoot. Anaqa xohlasangiz brigadga xohlasangiz basketbol setlari ham bor-da, tushunyapsizmi? Описаниеda silka orqali o'ting aka. 50 mingtalik kanal. Abdulaziz aka, hamma kiydirishni o'zlariga kiyib kiradilar, boshqatdan hayotda bor. Mana shu bitta o'ntalik ochib kelyapti. Ana. Bashara qarang, bilib turibdi ishmasligini. Va bu bit qilasan, plus. Nima ochaylik, avukmi? Savobmi bu aka? Bir soatga gaplashib so'ng 59 minutga o'tiramiz deydi, ishlab o'tiradi. Voy videoga like bosaringlar, xarajat qilib qo'ydik.
Va avuk bor ekan qizig'i voy onasi deb. Zo'r. Qolgan, lednik ochib qolgan pulga bo'ldi. Ketsa-ket, avga ochib qo'ydim aka deysiz. Yo'q, bo'lmasa 100 ni qoldiray o'zlariga. O'zlari nimadir ochsinlar-da. Hozir ha, buni ham ochib turib, yana tushirmasdan chiqib ketsa-chi. O'yinsiga ultimate olaman. Ultimate'dan bor deyman, chabdalasiga kirib ko'rinchi. Yo'q, aka, ultimate. Men ikkitasini tushiribdilar degan qo'ydi. Hajab nimadir yo'q ekan, oching. Uni ochib olay mashina. Ultimate ochib olaylikmi, ha? O'zlari nimadir ekanlar. Akkaunt urdi, oxirigacha uramiz. Lednik bo'lmagandan keyin boshqa narsani nima qizig'i bor? Boshqa variant yo'q, bo'ldi. Akkaunt egasi. Aytadi-ku. Tokio akani otib tashlayveringlar deydi. Oching bo'ldi, ketdi. O'limgacha Sardor, o'limgacha. Gapiring, avagadir deyapti deysiz. Ya endi aytmoqchi edim, kimni so'kishni bilasizlar, farzand to'g'ri. Ha, to'g'ri. Hazil-huzul qilib bitta akkaunt ko'rsatib qordinglar. Bugun Fazani batili bor. Voy Fazan. Fazan katta batili bor. Bu ham bermayapti kuchoti. O'ldira. Mana material berdi xatiyadi. Men aytdim, ochib yisi qolsin dedim. Sal hurmatimiz qolardi-da. Yaxshi yaratdi. Abdulazizga ora Turkiyada Men shuni usta bermasa rostdan ketaman, aka O'zbekistonda. Berdi. Baribir ketaman. Aka qarang, o'zi lednik tushgan taqdirda ham 3 ta material hisobi bo'larmidi? Da bo'ldi, mana oqladik 3 ta material. 3 ta material yo'q, materialni bir yarim yusiga olardi, imom ketdi yana qara. 3 ta material bo'lmasdi, lednik yo'q umuman. Ha, itsan. Lednik yo'q akkauntda. Taqdirda ikkita tushirganimizda deyapti. Ha. Lekin biratda qaranglar, 3 ta ledniklari bor-da. Mana lednik mumiya bor, birat. Siz lednikni nima qilasiz, to'g'rimi? Mana bor, bu bor. Material olib qo'ydik sizga. Qora xotin bitsa go'zar ana Jigar, если что, qolgan yusini qoldiraman. Mana bitta mana material olsangiz bo'ladi. Bu yoqdan ikkita material adashmas. 3 ta. Oha, yana bitta. Olasiz, o'zingiz olasiz bu yoqdan. O'zingiz endi bu yoqni o'zingiz hal qilasiz, birat. Mana bu yaxshi odam rasmini qo'yish kerak edi. Buni qo'yadi. Nima qiladi? Mana shunda deb bo'ldi hammasi. Zato video zo'r bo'ldi. Menimcha. Men o'zim ham qayta ko'rib maza qiladigan video ham bo'ldi. Like bosish, kanalga hali ham obuna bo'lgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yinglar. Chiqmasa chunki har 2 kunda video chiqadi. Mana shu kunlarda albatta kuzatinglar. Keyingi video, keyingi streamda ko'rishguncha hammaga xayr, bye.